O'sha ota-onasiga istig'for aytmay, duo qilmay, qabrini chiqib turib vayron ketgan bo'lsa, obod qilib qo'ymay, qabrini topa olmaydigan, orzu havasga berilib ketgan bolalarga qabrdagi ota-onalardan maktub yozib olgan. Farzandiga berilib ketgan, uy-joy qurishga berilib ketgan, faqatgina dunyo g'amiga ketib, u uchun yashagan ota-onasini esdan chiqarganga ajoyib bir she'r aytgan. Aytadiki, o'sha she'r ichida bor edi sevgan qator farzandlarim deydi. Mana juda ko'p sevgan qator farzandlarim bor edi. Ko'zlarimning nuri yu dilbandlarim. Ular meni ko'zimning nuri edi, dilbandlarim edi. Qalbimni shodlantirardi ular. Erkalatdim, mehribonlik ayladim. Doim ularga mehribonlik qildim. Erkaladim, sevdim, yaxshi ko'rdim o'sha farzandlarni. Sizladim, shirin zabonlik ayladim. Biror marta sansiraganim yo'q. Shirin gaplarni gapirdim. Juda ko'p erkalatib yubordim. Bir sovuq shabboda ham ko'rmay ravo, xastalansa tinmay istardim davo. O'sha farzandimga bitta sovuq shabboda kirishni ham istamas edim. Mabodo shavollab qo'ysa, hamma yoqqa borib davo istab yurardim o'sha farzandimga men. O'stirardim ming mashaqqatlar bilan, qo'llarim boshida shafqatlar bilan. Mashaqqat bo'lsa ham o'stirdim. Qiynalsa ham katta qildim. Shafqat bilan katta qildim. Qattiq gapirmadim. Bu qabrdagi ota-onani farzandiga aytayotgan gapi. Gohi ozg'in, gohi to'zg'in men o'zim yangi kiysin deb jigarbandi qo'zim. Gohida ozib ketdim ishlayverib. Gohida sochlarim, soqollarim to'zib ketdi ishlayverib. Yuvinishni ham esdan chiqarib qo'ydim. Bilasizmi nimaga? Shu jigarbandim, qo'zim yaxshi kiyim kiysin deb hamma narsamni boy berdim men dunyo hayotida. Gohi puldor, gohi bo'ldim qarzdor, yuz berardi turli tashvishlar qator. Gohida pulim bo'ldi. Shu bolamni deb qarzdor bo'ldim men. Har xil narsalarni oldim qarzga. Uy quraman deb qarzga oldim, mashina olaman deb qarzga oldim. Qarzga botdim, bilasizmi nimaga? Shu farzandim yaxshi yashasin. Orqasidan tashvishlar qator keldi, shu farzandim yaxshi yashasin deb. Men lekin o'sha qarzdorlikka ham chidadim, tashvishlarga ham chidadim. Voyaga yetguncha u ko'z qoralar, qomatim ham bo'ldi bag'rim qoralar. O'sha ko'zimni qarosi voyaga yetsin deb qalbim vayron bo'lib ketdi men. Chirib ketdim bu yo'lda men. To'zg'ib ketdim, ozib ketdim. Boshqa maqsadim yo'q edi. Shu qora ko'zim yaxshi katta bo'lsin, voyaga yetsin deb hamma narsamni boy berdim. Qoldirarman deb ularga bog'roq men olib keldim bu joyga qancha dog'. Ularga bog'roq qoldiraman deb, uylar qoldiraman deb, hashamatli qasrlar qoldiraman deb bu yoqqa mana shuncha katta dog'larni ko'tarib keldim men. Qalbimda dog'lar bilan keldim. Qoldi unda zarnigor koshona ham, qoldi yoru oshino begona ham. Qolib ketdi o'sha zarnigor koshonalar dunyoda. Menga nasib qilmadi, begonalarga qolib ketdi. Yor do'stlarga, oshna og'ayinlarga qolib ketdi, qoldirib keldim hamma narsani. Rizq uchun yolg'on yashiq so'z ishlatib, ba'zida bir pul uchun boshim qotib, o'sha farzandim boqaman deb savdoda yolg'on gapirdim. Harom yedirdim. Shu pul topaman, uy quraman deb turib, hajjamiki yolg'onni ishlatdim. Yolg'on yashiqlarni ayamadim, shu farzandimni katta qilayin. Usti chiroyli bo'lsin, mashinasi bo'lsin, avtomobili bo'lsin, uyi bo'lsin, nimasi bo'lsin, yolg'on bo'lsa ham shuni orzu havasini men amalga oshiray deb yolg'on ishlatdim, boshlarimni qotirib keldim. Do'ppayib turgan shu tuproq pastida men yotib turman oyoqlar ostida. Endi mana turpoqlar do'ppaydi. O'sha to'ppaygan turpoqlarning pastida kimlarnidir oyoqlarini ostida men yotibman. O'g'lim, qizim o'sha men qurib bergan koshonaning ichida yotibdi mana. Ko'r mana do'ppayib turgan tuproq pastida yotibman. Chiq oldimga. Alla kimlarning oyog'ining tagida yotibman. Qabristonga boshqa mayit olib kelishsa ustimdan sakrab o'tib ketishdi. Bir o'g'lim chiqmadiki, bu meni otamning qabri degani yo'q. O'sha do'ppayib turgan tuproqlarning pastida men yotib turman oyoqlar ostida. Kelmadi yildir ko'zimning ravshani, ya'ni ul farzand dilbandlar endi qani. Ko'zim ravshani eding. Seni boqish uchun har baloga men tayyor bo'ldim, lekin yillar bo'ldiki shu ko'zimni ravshani kelmadi. Qani o'sha endi jigarporlarim, qani endi o'sha dilbandlarim, ko'zlarimning quvonchi bo'ldimi? Endi boshqalarning ko'zini quvonchi bo'lib yuradimi? Endi xotinimning ko'zini quvonchi bo'lib yuradimi? Endi farzandlarimning ko'zini quvonchi, akalarning ko'zini quvonchi bo'lib yuradimi? O'sha ko'zlarimning quvonchi qani? Axir men ularga hamma narsani berdim-ku. Men qildim shu narsani. Nimaga yillar bo'ldiki ko'zimning ravshani hali ham kelmadi oldimga? Bu makonim ustiga bir yo'l qara.
Bormi ayt hatto yog'ochdan panjara. Bir kelgin oldimga. Qara ahvolimni. Hech narsam yo'q. Bu yog'ochdan panjara degani qism degan ma'noda emas. Hatto shuni ham eplab qilib qo'ya olganing yo'qsan. Ko'r keyinda odamlar otasini, onasini qabriga chiqib duo qilib turibdi, lekin sen biror marta kelib oldimga qaramading. Kel, bir yo'l qara, yo'liga ketar ekansan, bir qarab o'tib ketgin. Hatto bitta yog'ochdan bormi panjara? Qara bir. O'sha man senga million dollarli uylarni qurib kelgan men edim. Lekin sen atiga ozginagina vaqtingni ajrata olmading shu otang uchun. Lekin sen uchun hamma borimni bergan edim. Bu meni hayroni lol ayrar edi. Bir tasavvur poymol aylar edi. O'zga yondan keldi shuldan bir nido, aytdi menga tut quloqing mutlaqo. Men hayron qoldim bu holatlarga. Ajablandim, lekin bir nido keldi. O'sha nidoga inson bir quloq tutgan edi. U tiriklarga aytilayotgan gap. Bu sado jondan kelur inson eshit. Ey tirik yurgan tirik qadriga yet. Eslasin ruhimni avlodim desang, o'tgan ajdodingni sen ham hurmat et. Bu o'sha indamaslar olamin degan she'ri ichida kelayotgan satrlar. Bu qabr ahli nidolari. Buni nimaga aytilyapti? Agar odamlarga oyat ta'sir qilmasa, hadis ta'sir qilmasa, ulamolarimiz so'zlar ta'sir qilmasa, oxiri she'rlar ta'sir qilib qolar degan umidda ulamolarimiz she'rlar ham yozib qo'yishgan. Qaysi tarafdan bo'lsa ham insonning ongiga mana shu din ishini, oxirat ishini kiritish maqsad bo'lgan.